Hozirda -5 daraja sovuq. Nimagadir sovqotyapman. Xullas hozir men bu 2 oy oldin buzib qo'yilgan sochimni to'g'irlatgani salonga ketyapman. Bu safar doimiy boradigan salonga bormayapman, chunki ular sochimni buzib qo'ygan. O'shaning uchun hozir borib boshqa yangi salonda rangini o'zgartirib ko'ramiz. Men 2 oy o'zim uhod qildim sochimga. To'g'risi bu sariq rang, zang rang menga umuman yoqmayapti. Zo'rg'a chidadim, zo'rg'a tutdim. Kuyib fashil bo'lib qolganlarini rosa uhod qilib, yumshatib oldim. Ancha yumshadi, ancha dam oldi. Endi borib ko'ramiz nima chiqadi. Ko'rsataman sizlarga ham rezultatini va narx-navolarni ham aytaman, qiziq bo'lsa sizlarga. Qiziq bo'lsa. Bu yerda 3 ta salon bor. Eng yaqinimizda 3 ta salon bor. Uchalasiga ham borib ko'rganman. Qaysigadir kestirgani borardim, qaysigadir bo'yatgani borardim. Qaysigadir manikyur pedikirga boraman. Uchinchi hozir 4-salonga boryapman. Mana u Baba Hair. Shu yerga chiqamiz hozir. Narxlarni shunaqa yozib qo'yishibdi, lekin o'zgaradi qildirgandan keyin. Muzikalar qo'yib qo'yishibdi. Bo'ldi, boshlayapmiz mana. Bu before, after keyin ko'rsataman. Endi ko'k chiqdi. Va mana o'sha rezultat. Ko'rishingiz mumkin. O'sha uyga kelib oldim. Hozir yorug'ga chiqib, mana ko'rsatyapman. Va mana rezultat. Qanaqa chiqdi? Sariq rangni chiqarish oson bo'lmadi, no yaxshigina harakat qildi. Masterga молодец. Chiroyli qilib sochlarimni kesib ham qo'ydi. Shunaqa qilib kunimni o'tkazib keldim. Lekin nisbatan уже issiq oттенкалар ancha kamaydi. Sariq rang ancha kamaydi. Shundan xursandman.